Qanday qilib bir o'quv yilida xususiy universitet loyihamizga 1700 dan ortiq o'quvchilarni jalb qilib, $2 million ga yaqin sotuvlarni amalga oshirdik. Men ismim Abdulloh, 4 yildan beri performans marketing bilan shug'ullanaman va shu paytgacha siz tanishingiz mumkin bo'lgan Najot Nur, Ibrohim Gulyamov, USAT xususiy universiteti, Ilm akademiyasi markazi, Leti proyekti kabi katta loyihalar bilan ishlaganman. Bu videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, men sizga 2026-yilda sotuvlaringizni oshirishga yordam beradigan marketingdagi 5 ta sinalgan qadamlar ketma-ketligini beraman. USAT xususiy universitetida biz marketing orqali sotuvlarni oshirmoqchi bo'lganimizda eng birinchi bo'lib qilgan ishimiz bu aktivlar analizi bo'ldi. Aktivlar analizi o'zi nima deganda, buni ko'pchilik tushunmaydi. Qanaqa bo'ladi? Agar siz marketing orqali, internet orqali mahsulotingizni sotmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni mahsulotingizni chuqur tushunib olishingiz kerak edi. Aynan 2025-yil boshida men USAT universitetida ish boshlaganimda birinchi navbatda produktni o'rganishga kirishdim. Unda nimalarni o'rganib chiqdim? Aktivlar analizi qilganda birinchi avvalo ijtimoiy tarmoqlardagi aktivlikni o'rgandim. Bizani Instagramda qancha auditoriyamiz bor, YouTube'da qancha odam bizani kuzatadi, Telegram kanalida qancha auditoriyamiz bor, ular qaysi segmentdagi auditoriya, o'shalarni o'rganib chiqdim. Va undan keyin bizlar reklamalarimizda bizlarni talablar tanlamoqchi bo'lganda nimalarga e'tibor qaratish kerak deganda ichki va tashqi resurslarni o'rganishga kirishdim. Va ichki resurslarda nimalarni o'rgandik desangiz, o'qituvchilar va akademik resurslar. Bizlar nechta o'qituvchimiz bor, ularning professorlik darajalari, mashhurlar bormi bizlarning o'qituvchilarning ichida, qanaqadir ilmiy tadqiqot markazlarimiz bormi? Keyin undan tashqari talabalarning soni va ularning tarkibi. Bizlarda umumiy talabalar soni nechta? Ularning qanchasi kunduzgida o'qiydi, qanchasi kechkida, qanchasi zaochniyda? Shularni to'liq o'rganishga kirishdim. Va bularni o'rganib chiqqandan keyin men produktni to'liq tushunib oldim. Ya'ni agar siz marketing orqali mahsulotingizni sotmoqchi bo'lsangiz, produktni chuqurroq o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. Bu eng birinchi qadam aktivlar analizi. Agar siz mahsulotingizni ko'proq odamga sotmoqchi bo'lsangiz, shu qadamni o'tkazib yubormang. Ikkinchi qadamda bo'lsa biz Castevga o'tdik. Castev bu maqsadli auditoriyani chuqur tahlili. Bu qadamni marketologlar, biznes egalari yaxshi biladi, lekin aksariyati bu qadamni shunchaki o'tkazib yuboradi yoki yengilgina qilib qo'yishadi. Bizlar bo'lsa bu narsani chuqurroq qilishga harakat qildik. USAT universitetiga biz abituriyentlarni jalb qilmoqchi bo'lsak, aynan bizning segmentdagi auditoriyani chuqur intervyu savollari bilan so'rovnomadan o'tkazdik. So'rovnomamiz qanaqa tarzda bo'ldi? Bizda yopiq kanal bor edi, aynan abituriyentlarni yig'gan kanalimiz va u kanalda biz auditoriyani kastev qilish uchun so'rovnomalarni o'tkazdik. U so'rovnomada nimalarni so'radik va biz 10 ta savollar to'plamini tuzib, u savollarga faqat yozma tarzda javoblarni oldik. Bulardan misol uchun ko'rishingiz mumkin, nima uchun universitetga kirishni istaysiz? 2025-yil universitetga kirishingizga nima to'sqinlik qilishi mumkin? Hozir siz abituriyent sifatida qaysi muammolarni boshdan kechiryapsiz? Universitet tanlashda siz uchun eng muhim narsalar nima? Va shunga o'xshash 10 ta muhim savollarni ro'yxatini tuzdik va bunda bizda 140 dan ortiq abituriyentlar ro'yxatdan o'tishdi va bularni o'tkazganimizdan keyin biz Castevning xulosasiga o'tdik. Castevning xulosasini qilib, bizning maqsadli auditoriyamizni mijoz portretini chizib oldik. Marketing orqali sotuvlaringizni oshirishning 3-qismi bu kuchli taklif ishlab chiqish. Biz universitetda maqsadli auditoriyamizni aniqlab olganimizda, asosan ular kimlar edi desa, ularning maqsadi universitetga kirib olish. Kimdirlar viloyatdan keladi, kimdirlar Toshkent shahrining o'zida, lekin bilimi yetmaydi. Ularning maqsadi qaysi universitetga bo'lsa ham kirish. Davlat universitetimi, xususiy universitetmi? Ularning bitta og'rig'i o'sha imtihonlardan o'ta olmaslikdan qo'rqadi, qo'rquvlari bor, yaxshi tayyorlanmagan va shuning uchun biz o'zimizni kuchli taklifimizni ishlab chiqdik. Hech qanday imtihonlarsiz, DTM imtihonlarisiz bir kundayoq talaba bo'ling degan taklifni. Boshqa raqobatchilarni o'rganganimizda ular grantlar berish orqali yoki vebinarlar qilish orqali o'quvchilarni jalb qilmoqchi bo'lishdi. Webinarda qanaqa vebinarlar desa, qiymat beruvchi universitet tanlashga yordam beradigan vebinarlar qilishga harakat qilishdi. Aynan o'sha joyda ularning xatolarini ko'rdik. Chunki bizning auditoriyamizning segmenti qanaqadir qiymatli, foydali ma'lumot emas, o'zini og'rig'iga yechim bo'ladigan talaba bo'lishni kutayotgan edi va shuning uchun biz hech qanday imtihonsiz bir kundayoq talaba bo'ling degan reklama kampaniyalarini uyushtirib, vebinarlar, target reklamalar orqali sotuvlarni amalga oshirdik. 4-inchisi sotuv varonkasi. Bu mijoz sizdan sotib olish uchun qaror qiladigan eng muhim etap hisoblanadi. Agar siz shu qismda to'g'ri qarorlar qabul qiladigan bo'lsangiz, to'g'ri strategiya quradigan bo'lsangiz, sizdan maksimum sotib oladigan auditoriyani konversiyasini oshirsangiz bo'ladi. Biz o'zimiz uchun asosan 3 xil varonkani tanladik. Facebook reklama orqali to'g'ridan to'g'ri targeting instrumentni qo'lladik va ikkinchisi webinar modelini tanladik.
onlayn vebinarlar o'tkazib, universitetimizni taqdimot qilib, o'sha joyda sotuvlarni ochdik. Va uchinchisi, Telegram Ads orqali saytga auditoriyani yo'naltirib, u yoqda auditoriyani ro'yxatdan o'tkazdik va ularga sotuv bo'limi orqali sotuvlarni amalga oshirdik. Beshinchisi, kuchli target reklamalari. Agarda siz yuqoridagi qadamlarni hammasini mukammal bajarib kelsangiz, lekin target reklamalarni kuchsiz yozib qo'yadigan bo'lsangiz, bu holatda siz o'z maqsadli auditoriyangizni to'g'ri jalb qila olmaysiz va o'zingiz xohlagan konversiyalarga ega bo'la olmay qolasiz. Shuning uchun targetda 80% natijani target reklamani matnlari hal qiladi. Biza shu qismga ko'proq urg'u qaratdik. Va undan tashqari marketing orqali sotuvlaringizni oshirishingizda boshqa qilinadigan qadamlar juda ham ko'p. Aynan xususiy universitet loyihamizda bo'lgan narsa, biza marketing orqali o'quvchilarni maksimum ko'proq jalb qilib berishga harakat qildik. Umumiyda bir o'quv yilida xususiy universitet bilan ishlab 1700 dan ortiq o'quvchilarni jalb qilib 2 million dollarga yaqin sotuvlarni amalga oshirdik. Agar bu talabalar 4 yil davomida o'qiydigan bo'lsa, umumiy sotuvlar miqdori 8 million dollarga yaqinni tashkil qiladi. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, siz uchun maxsus taklifim bor. Agarda siz tadbirkor bo'lsangiz va biznesingiz marketingida muammolar bo'layotgan bo'lsa, biznesingizni sotuvlarni oshirishda qiynalayotgan bo'lsangiz, siz bilan bepul konsultatsiya o'tkazishim mumkin. Shu oyda biz jamoamiz bilan yangi 5 ta mijozlarni olishga tayyormiz. Va bu mijozlarni biz asosan shu konsultatsiyaga yozilganlarning orasidan tanlab olamiz. Videoni opisaniyasida yoki kommentariy qismida birinchi kommentda link bo'ladi. Agar shu linkdan o'tib ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz va savollarni to'ldirib javob berib chiqadigan bo'lsangiz, men siz bilan bog'lanib, biznesingiz sotuvlarni oshirish bo'yicha bepul konsultatsiya beraman. Agar konsultatsiyada sizni biznesingizga biz yordam berishimizga ko'zimiz yetsa, bizni yo'nalishga to'g'ri tushadigan bo'lsa, siz uchun hamkorlik taklifimizni ham berishimiz mumkin bo'ladi. Eng kamida sotuvlaringizni oshiruvchi marketing strategiyasiga ega bo'lasiz.